Assalomu alaykum rahmatullohi barakat. Karimjonimizning obunachilari, hammalarga xayrli kech deb, akalar Alloh kuch-quvvat bersin deb bugungi kechki videolarimizni boshladik. Efir qilmoqchi edik. Afsuski mollarimiz sotilib ketdi. 47 million xayri deb qo'ydik jupini. Keldi bir qora akamiz. Baraka qilib ketdi. Endi mana ikkalasini Narginimizni qorni sari og'riyapti, uni hal berib hali qilganimiz yo'q. U ham pastchi sotilgan. Egasi olib ketish kerak. Shu ikkalasini 47 million xayri bor deganmiz. Bo'ylari 1.35 atrofida. Yosh oylar 1 yoshga borib qolgan bakman ovozlar. Bunimiz rossiyskiy onasi urug'dan tushgan, nariginiki rossiyskiy semental urug'dan tushgan ekan. Ikkalasini 47 million xayri bor deb qo'ydik. Mana xudo xolasa barakalari bo'ldi. Endi olib ketadi inshaalloh. Mana bunisi, mana bunisi. Ikkalasi ham rosa baqirgan, yem yeb turgan xonasidan edi mana bunlar. Mana orqa boshlari. Arzon ketdi molimiz, sababi biz ham foydalandik. Bizdan keyingi inson ham foydalansa akalar. Dangal savdo bo'ldi, shunaqa narxga olingan. Men ham foydalanaman dedim, mana foydalansin. Baqarmanga ham tushadigan zo'r narx qo'yapmiz. Nimaga? Xo'jalikdan olyapmiz. Yengil qo'yapmiz. Mana ishonchli yeb ichib turgan xonasidan akalar. Yeb ichmoqlari zo'r, xudo xolasa mana. Mana shu molni kim olsa ham yutdi, xudo xolasa. Mana bunimiz ham yeb ichishlari yo'q. Hamma yo'g'i joyida. Shu mollarni olgan odam xudo xolasa yutdi inshaalloh, arzon ketdi. Biz ham qo'l bo'shatdik, biz ham foydalandik, bizdan keyin ham foydalanamiz akalar. Mana. Mana kalla boshlari, mana yeb ichishlari. Joning sog' bo'lgunlar. Xudo xolasa 47 million xayri bor deb qo'ydik, oz-moz o'tib berdik, sabab foydalangani narxini aytmay qo'yveraman, qancha sotilganini. Endi akalarimizdan xudo xolasa sotishadi. Shunaqa videolar o'tkazib olmaslik uchun Karimjon o'z kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar akalar. Joninglar sog' bo'lsin, layklar bosib kanalni rivoj uchun. Hamma omadini bersin.